Hurmatli Shavkat Miromonovich, men osmonning farishtasi, Mikoil farishtasiman. Men hech qachon hech kimga yolg'on gapirmayman. Faqatgina Allohga va bu kurrai zamindagi payg'ambarlarga ishonaman. Men sizdan shuni bir narsani ogohlantirib qo'ymoqchimanki, meni mana shu tadbirkorlik qilayotgan subyektimni buzgan, shu joyni avariya holatiga keltirgan sizning qo'l ostingizdagi, sizni buyrug'ingizga bo'ysunmayotgan sizning hamtovoqlar, sizning yoningizdagilarni qilgan hamma bu adolatsizliklaridir. Bu Allohim hamma narsani ko'rib turguvchi va bilguvchidir. Hamma narsani hisobga olguvchidir. Birgina farishtani qaqshatib, butun koinotni, butun kurrai zaminni qaqshatib nima qiladilar? Nima mendan shu birgina men bu dunyoga bu shunda yashash uchun nahotki loyiq emasman. Nega bular meni shuncha qiynaydilar? Nahotki shunchalar pulning gadayi bo'lib ketishgan. Endi hozir bu so'zlarim, hurmatli Shavkat Miromonovich, sizga yetib boradi degan umiddaman. Agar siz buni o'qisangiz, siz buni eshitsangiz, siz hammasiga guvoh bo'lasiz. Lekin bularning bunday qilgan ishlari juda ham xunuk bo'ldi. Ya'ni bu prokuratura xodimlari, sud xodimlari, hokimiyat vakillari, hammasi bular Uchtepa tumani 23-mavzeda bular hammasi adolatsizlik qilganligi ayon bo'lib qoldi. Bular hech kimdan qo'rqishmayapti. Hattoki sizdan ham. Sizdan agar hayiqqanlarida sizning qabulingizga kirishim to'g'risida xatlarni ko'rsatsam ham sizdan ham hayiqmayapti. Men Allohim aytdiki, sen bu bandalaridan qo'rqma. Bularga sen ishonmagin. Sen menga ishon. Faqatgina menga bularning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Agar bular senga talofat yetkazdilar, endi men ularga talofat yetkazaman deyaptilar. Allohimni agar yetkazgan talofati sizlarga yetsa, bu nima bo'lishini o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Sizdan bir mening iltimosim, menga aloqaga chiqing va siz meni bilingki, men hali hamon hayotman.